Agar sotmoqchi bo'lgan yeringizni tekshirmasangiz, pulingizga prosta o'qiysiz. Nega unaqa deyapman? Toshkent shahrini bosh plani tasdiqlandi. Tasdiqlangan bosh planni hamma barcha uchun dostуп berildi. Ya'ni, hop kirdik. Bu yerda Toshkent shahrining gen plani zonaga bo'lingan. 3 ta zona: rekonstruksiya, renovatsiya, konservatsiya. Konservatsiya 0 qavat, u yerda qurilish qilish mumkin emas, yashil hududlar. Hop, ayrim joylarda bizda mana buni bosadigan bo'lsak, qavatli ham chiqib keladi. Bitta 3 qavat berilgan. Ayrim joylarda 0 qavat bergan. Hech narsa qura olmaydi bu yerga. Shu yerdan agar yer olib qo'ysangiz, yerga hech narsa qura olmaysiz degani. Yoki bitta misol, mana uyi ustidan yo'l o'tib ketgan. Bu qizil rangli yo'l bo'ladi. 45-yilgacha bo'lgan tasdiqlangan gen plan bo'yicha. Bu yerda ham hech qanaqa qurilish qila olmaysiz. Agar bu yerni sotib oladigan bo'lsangiz, pulingizga prosta tak qo'yasiz. Hech qanaqa qo'dirmaydi, bu yerga ruxsat berishmaydi, kadastr ham qilib bermaydi hech kim sizga. Shuning uchun bu sayt orqali tekshiring. Agar bu saytni topa olmayotgan bo'lsangiz, menga pullingiz qoldiring. Men direktdan sizga bu saytning ilovasini jo'natib qo'yaman.